Yaxshi taniysizlar. Bu bolani undan ham yaxshi taniysizlar. Kartal detailing studiyasining suyukli shogirdlaridan biri Bahrom aka Qo'qonda servis ochishga ochdingiz. Bu yerga yana kelib oldingiz, tinchlikmi? Servis ochdik, Xudoga shukr. Ishlarimiz ketyapti Qo'qonda ham. Abeki kelishimizdan maqsad, ya'ni o'qitimizni oshirish, yangiliklar o'rganish maqsadida ustozimizni oldiga qaytib kelganmiz. Xudo xolasa malakamizni oshirib, yana Qo'qonga borib ishimizni davom ettiramiz. Usmon, sanchi sertifikat olishga olding, ketaman doding, tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Sertifikat oldi degani bu usta bo'ldi degani emas, hali professional usta bo'lganim yo'q, hali ustozimdan o'rganadigan narsalarim bor, hali mana shu yerdaman. Hada o'zingiz nima deysiz bilan fikriga? Shogirdlarimdan juda xursandman. Mana 40-chi Xudo xolasa. Endi Xudo xolasa egzamin topshiradi. Nima deysan, Quvonch? To'ppa-to'g'ri. Yangilik kundan kun bo'ladi. O'shaning uchun yangiliklar bilan shogirdlarim bilan hammasidan bo'lishyapman. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlarga ham zo'r yangilik olib chiqamiz. Qo'qonga boradi, Samarqandga boradi. Mana yana bir samarqandlik shogird Quvonch degan ukajonimiz Xudo xolasa bu ham borib sizlarga xizmat qiladi. Albatta kuzatib boringlar. Sizlarga zo'r informatsiyani Kartal detailing doimo berib boradi. Agarda bu sohaga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladimi? Bemalol. Hozirgi kunda 5-6 ta shogirdim bor. Bu eng takoy seryoznisi bu Xudo xolasa topshiradi. Yana 4 tasi qoladi. Xudo xolasa bu yoqqa yana kelaversa bo'ladi bemalol. Shu partiyamiz hali ochiq. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.